Hammaga assalomu alaykum. Video davomidagi gaplarimni diqqat bilan eshitishinglarni, diqqat bilan men taraflama ozgina o'ylab ko'rishinglarni iltimos qilgan bo'lardim. Men umuman olganda Ko'kosh bilan Farg'onaga kelishdan oldin xayrlashib keldim. Unda ahvoli yaxshi edi, tuzilishi jihatdan yaxshi edi, chunki Ko'kosh bilgan narsalarni men ham bilaman. Operatsiya masalasiga keladigan bo'lsak, men boshida juda ham qarshi bo'ldim. Boshida emas, men umuman hozir ham qarshiman aslida. Men Ko'koshga aytdim, Ko'kosh, sizni xalq shu holatingizcha yaxshi ko'rdi. Shu holatingizni agar o'zgartirsangiz, Xudo biladi, fayzingiz yo'qolib qolishi mumkin. Qildirmang shu operatsiyani, kerak emas. Undan ko'ra zallar gaplashib beraman deb aytdim. Endi o'rtoqlar, hamma narsa Xudodan-da. Peshanaga yozilgan narsadan hech qachon hech kim qochib qutula olmaydi. Toshkentda servisim yonib ketdi. Budim yonib ketdi. Bora olmadim. Sababi men oilamni birinchi o'ringa qo'yaman. Har bir erkak kishi menimcha oilasini birinchi o'ringa qo'ysa kerak. Menimcha shunaqa deb o'ylayman. Yana bilmadim. Endi bu yerga keladigan bo'lsak, endi meni ishim, meni kasbim, Ko'kosh bilan biz ijodimizga pauza berib to'xtatib turdik. Sababiki banksada bo'lib qolganligi uchun. Keyin men boshqa charos bilan ishladim, Bonu bilan ishladim, Abboslar bilan, blogerlar bilan ishlab, men o'zim kasbimni davom ettirib ketyapman. Tasavvur qiling, siz ham kasbdoshingiz, bitta ishxonada ishlaydigan odamingiz kasal bo'lib qolsa, borasiz, ko'rasiz. Lekin batamom yonida yura olmaysizda. Bu endi fiziki ham, hayotiy, tirikchilik jihatdan ham ulgurmaysizda. Kecha kechqurun ham Instagramda gaplashdik, ahvollarini so'radim. Hozir ham duodaman men. Hamkasbim iloyim sog'ayib ketsin inshaalloh, duodamiz. Instagramdagi har xil bizga bo'layotgan tuhmatlarga e'tibor bermasliklarini iltimos qilgan bo'lardim. Sababi endi dadam bu narsalardan xabar topib qopti. Dadam bitta gap aytdilar: "O'g'lim, sen hech narsa emassan, sen umuman hech kim emassan. Hattoki biz rasulimiz, payg'ambarimizga ham shunaqa tuhmat toshlari otilgan" dedi. Bu sinov. Bu sinovdan Xudo xolisa birgalikda o'tamiz. Men ijodimni avvaldan kuzatganlar, meni juda yaxshi biladiganlar biladi. Ijod o'z yo'liga, hayot o'z yo'liga. Bizning shaxsiy hayotda adovatlik emasmiz, bir-birimiz bilan urushgan joyimiz yo'q. Ko'kosh bilan yoki bir-birimizni so'kishib, bir-birimizni tepishib ketgan joyimiz yo'q. Hammasi yaxshi. Kecha ham gaplashdik. Ko'kosh, tak derajada siz kuchlisiz, Xudo xolisa sog'ayib ketasiz. Eng muhimi sog'liq. Sog'ligingizga ehtiyot qiling. Biz duodamiz. Men bab borganim bilan hech narsa qila olmayman. Atrofida mana do'stlari bor, ko'rib turibman. Blogerlar hamma qarashib turibdi. Men endi Farg'onada oilamni oldiman, ota-onamni oldiman. Bayramni tugatib inshaalloh 6-chilarga yo'lga chiqib boraman inshaalloh. Endi fikrlarim tarqoq to'g'risi. Ko'p narsalarni balki gapira olgandirman, balki gapira olmagandirman. Endi erkak kishi hamma narsani ham aytavermaydi. Haqiqiy erkak dardini ichiga yutadi. Biz ham chiqib olib ha qilib hammaga dardimizni aytaversak, erkakligimiz qayerda qoladi o'rtoqlar? Salomat bo'linglar. Rasmga olib qo'ydim deganman. Olishmadim, shuning uchun iltimos qilyapman. Men qo'lni bekishyapti mendan nima qolmagan. O'zim ishongan doktorim olib kirdim. Chetga turib qo'yishganman, doktorimni yaqinlashtirishmagan, rasmga oldirishmagan. Doktorim bilan doktor urushib ketgan. Faqat pulga yo'lda sotib olyapti hamma narsa. Meni qo'limni rasmi kerak. Mana birinchi operatsiya qilgan vrach. Uchinchida aytdim, mana o'zlari ham aytdi. Nima olmaysiz ba'zi berib turib. Ruxsat berishmadi. Glavniy operatsiya degan odamga ham ruxsat bermayapti klinika. Men tushunaman, men narkozdan o'tirgan bo'lsam ham tushunaman pastda. Kamerani ko'tarib olib beringlar sizlar. Polniy chaqiringlar, olib beringlar kamerani ko'tarib. Boshqa doktorga Nimaga o'yin qilyapsiz? Nimaga o'yin qildingiz? Mana xonaga kirib bekim bo'lgan, Rajimatdagi. Spesialni bekim bo'lgan videolarni bermayapti.